bir-birimiz bilan yaxshi muloqot qilib o'tkazamiz. Sizlarni ham bilaringki, demak, kun tartibi tarqatilgan o'zlaringni erkin fikr mulohazalarini bildirishni so'raymiz. Bevosita o'zimni fikrimni aytadigan bo'lsam, men o'ylaymanki, bugungi uchrashuvimiz bu va bugungi kunda ularni implementatsiya qilib kelyapti. Va aynan moddalarini monitoring qilish bo'yicha va alternativ hisobotlar tayyorlash bo'yicha ham o'zlarini salohiyatlarini ko'rsatishmoqda. Mana birinchi marta bu yerda manimcha vakillarimiz konstitutsiyamizda unda fuqarolik jamiyati institutlarining bobini kiritilgan va instrumentlarda borligimizni va bizni missiyamizni yetkiza olishimiz uchun. O'ylaymanki, agar shunday takliflar bo'lsa, biz ham inonan vakillarning orqada biz xodimlarimiz o'tiribdi. Endi demokratiya qonunlarining soni bilan emas, balki ularning inson manfaatlariga xizmat qilishi darajasi bilan bog'lanadi. Endi shu paytgacha hozir yuqorida to'g'ri aytdilar, konstitutsiyaga o'zgartishlar, qonunchilikka o'zgartishlar to'g'risidagi gap jamiyat institutlariga to'liq tasnif berdi. Ya'ni fuqarolik jamiyat institutlari buni tinglab beradi. Buni respublikamizning faoliyat ko'rsatgan 9